Bo'lar bo'lmasga telefonni titkilab, kimgadir yozdimi, kimdir qo'ying, yozyaptimi, yozsin. Demak, unga hozir shu kerak. Unga hozir shu kerak va ishoning, agar yozaman desaga, siz hech qachon bu narsani taqiqlab qo'ya olmaysiz. Erkakka siz taqiqlay olmaysiz. Ona emassiz. Siz ona emassiz, siz uning ayolisiz. Va u agar istasa boshqa ayol bilan munosabat qilishni, u buni qiladi va bunda doim bitta narsa sabab bo'ladi. Siz bilan munosabatidan ola olmayotgan, siz bilan yashab o'sha munosabatidan qoniqmayotgan, qayerdadir o'zini erkakligini his qilmayotgan holatdagina u boshqa ayol bilan munosabat qilgisi keladi. 8 yil oldin turmushdan ajraganimda, ishim bor, pulim bor, erimni nima qilaman, bolalarimni boqa olaman degan. Men unda yosh bo'lganman, ahmoq bo'lganman, men to'g'risini aytaman. Hozir esa mana ming afsus qilaman. Turmush o'rtog'im bilan ajrashgan. Men nima uchun o'sha paytda o'sha erimni xiyonat qilib, ko'zimni yumib keta olmadim. Mana shu yil ichida ersiz yashagan bo'lsam, hali unisi ikkinchi xotinga taklif qiladi, hali bunisi свободное отношение deyishadi-ku. Va kasallik paytingizda ularning ko'magi bilan vaziyatdan chiqqansiz. Shu bir kunda Allohdan so'radim, yig'lab o'laman turmush o'rtog'imga yetkazib, lekin hozir shunaqa afsus qilaman. Iltimos, ayollar, mayli erkak kishi yursa yurar, lekin ozgina mелочь uchun ajrashmaylar.